Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövani diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Bosniya-Hersegovina parlamenti vakillar mahkamasining boshlig'i Chavar mush oyning 5-ida Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lib, atalmış Uyg'ur avtonom rayonining qo'rchoq raisi Erkin Tonyaz bilan ko'rishgan. Xitoy hukumatı Uyg'ur irqi qirg'inchiligi bilan ayblanayotgan bir vaziyatda 8-navbatli qurultayning Bosniya poytaxti Sarayevoda ichilishidan keyin elib berilgan bu ziyorat xalqaroning diqqatini tortgan. Bosniya mustaqillik urushida izchil turda Serbiya tarafga ostirdan yordam qilib, Xitoy elchixonasi Serbiya qurolli kuchlariga axborot va texnika jihatdan yordam qilib, Bosniya xalqining erkinlik irodasiga qarshi chiqqan edi. Shundaqla 2024-yili BDT'da Serblarning Bosniyada elib borgan qirg'inchiligini xotirlash uchun Fransiya, Amerika qatorliq demokratik davlatlar ovoz qo'ygandimi oldi bilan Xitoy qarshi chiqqan edi. Mustaqillik urushidan qirg'inchilikni xotirlashgacha mayli BDT'da bo'lsin, mayli mustaqillik urush davrida bo'lsin, Bosniya xalqining irodasiga qarshi chiqib kelgan Xitoyning bugungi kunda bir yomilab Bosniyaga yaqinlashishi va Bosniya parlamenti boshlig'ining Xitoy mustamlikasi ostidagi Sharq Turkistonda ziyoratda bo'lishi xalqaro siyosatchilarning diqqatini tortish bilan qolmay, muhojiratlik Uyg'urlarning diqqatini tortgan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining strategiya mutaxassisi Anqara Hojattepe universitetining o'qituvchisi doktor Erkin Akramni ziyorat qildik. U o'zining bu vaqtdagi qarashlarini bayon qilib, mundaq dedi: Urumchi hukumatining Bosniya heyetini Sharq Turkistonga da'vat qilishining bir qancha sabablari bor deb o'ylayman. Birinchidan, shu Dunyo Uyg'ur qurultayidek ba'zi tashkilotlarning Bosniya Hersekdagi faoliyat qilish doirasini azaltish harakatlarini to'sash. Bu yolg'izla Bosniya Hersek davlatda emas, boshqa yerlarda ham buni ilib beryapti. İkinchidan, bu Bosniya Hersekdagi hay'atlarni da'vat qilish bilan bu Sharq Turkistonda ilib borgan ekskursiya bo'lsin, ko'rgazmalar bo'lsin, taraqqiyotlarni ko'rsatib turib, Sharq Turkistonda g'arbliklarning davatgan o irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat ishlanmaganligini ko'rsatmoqchi va bildirmoqchi va bularning ig'izi bilan dunyoga jakolab va g'arb davlatga qarshi chiqish hamda. Uchinchisi bo'lsa, Sharq Turkistonliklarga bir ogohlantirish, chet eldagi bu Sharq Turkiston tashkilotlar nada faoliyat qilsa, qaysi davlatlar bilan yaqinlashsa, biz ashlarni to'siy olamiz, aşı davlatni yana o'zimizga bog'lay olamiz. Onun için chet eldagi tashkilotlarga undaq ko'ngil bog'lab, umid bog'lab, jumanlar degan bir signalni berishning niyati bor deb o'ylayman. Xitoyning zo'migarligi, tarixga hurmatsizligi va oshko'zligi Sharq Osiyo davlatlarida Xitoy qarshi kayfiyatni kuchlantirmoqda. Xitoy hukumatı tarixdan buyon chet ellarga kengaymichilik qilishda odam eksport qilishni muhim nuqta qilib kelayotgan bo'lib, Xitoy hukumatı mablag' yordam qilish orqali planli qildi Xitoy ko'chmanlarini Amerika, Kanada, Avstraliya, Yevropa va Sharq Osiyo davlatlariga eksport qilib, har qaysi davlatlarning siyosiy ekologiyasi va etnik qurilmasini o'zgartirishga urinib kelmoqda edi. Xitoy ko'chmanlari barg'anli davlatlarda Xitoy hukumatining ostirdan yordam qilishi bilan mablag' silish orqali texnik ko'p Xitoy ko'chmanlarini jalb qilib, har qaysi davlatlarda nopos tangpongliqini buzish, kengaymichilik qilish, hatto shu davlatning saylimiga ta'sir ko'rsatishga urinishdek qora niyatlarni oshkorlab kelayotgan bo'lsa, Sharq Osiyo davlatlarida tap tortmasdan u davlatlarni tarixda Xitoyning bir partisi edi degan safsatlarni tarqatishdek qora niyatini hiqmasdan targ'ib qilganlik uchun Sharq Osiyo davlatlarida pat-pat Xitoy qarshi namoyish va Xitoy ko'chmanlarining ish yerlarini vayron qilishdek hodisalar ko'rilib kelmoqda. Yaqinda Koreyada orqa-arqadan qo'zg'algan Xitoy qarshi namoyishlar buning misolidan birsi. Janubiy Koreyaning navbatdagi prezidenti Lee Yong-yong 4-iyun hokimiyatni qo'lga olgandan keyin Koreya siyosati Amerika va Yaponiyaga yaqinlashib, Xitoy qarshi turishga qarab o'zgarishga boshlagan. Shundaqla bu yildan boshlab Koreyada Xitoy qarshi vaziyat texim yuqori palliga ko'tarilgan.
Seul universitetining dokladida ma'lum bo'lishicha, Janubiy Koreyada Xitoyni yomon ko'radiganlarning soni 97% ga yetgan. Buning asosli sababidan biri Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning dunyo miqyosidagi zo'ravonligi va ochko'zligi ekan. Buningdan boshqa, Janubiy Koreyaga borgan Xitoy sayohatchilarining meynatligi, jinoyat sodir qilish nisbatining yuqoriligi bo'lib, eng muhim sabablardan biri bo'lsa, Xitoy axborotlari va fuqarolarining milodidan ilgari Janubiy Koreya Xitoyning bir qismi edi degan ta'tir tashviqotlari ekan. Yevropa davlatlari Xitoyning to'qimachilik axlatlarini bir taraf qilishda besh qatgan bo'lib, Fransiya Temo va Sheinning arzon baholiq to'qimachilik axlatlarini endi yig'ib olmaydiganligini bildirgan. Yevropa davlatlarida xalqning kiymaydigan kiyimlarini tashlaydigan maxsus kiyim yig'ib olish o'rinlari bo'lib, bu yerga tashlangan kiyimlarni maxsus organlar qayta shu davlatdagi tovan kirimli kishilarga yoki 3-dunyo davlatlaridagi yordam qurilishlariga yetkazib beradi. Bu Yevropa davlatlarining nurg'un mablag' chiqarishi bilan hal bo'ladigan bir masala bo'lib, yaqindan buyon Xitoyning arzon baholiq axlat tovarlari ko'payib ketganlikdan yig'ib olish sanduqlari to'shib ketadigan ahvol kelib chiqib, bu masala Yevropa davlatlariga bosh og'riqi bo'lgan bo'lib, Fransiya yilga 17 million tonna to'qimachilik axlatini yig'ib oldi ekan. Bu yig'ib olish o'rinlari bu munosabat bilan ba'zi cheklash tadbirlarini yo'lga qo'ygan. Fransiya saxovat organi Emaus yaqinda Uyg'ur majburiy emgaki orqali ishlab chiqarilayotgan Temo va Sheindan setib olingan axlat kiyimlarini yig'ishni to'xtatganligini, aholilarga bundaq kiyimlarni yig'ib olish sanduqiga tashlamasligini bildirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.